Regus onlaynda mahsulotlarni qanday hisobdan chiqarish yoki kiritishni ko'rsatamiz. Buning uchun sotib olish va saqlash, hisobdan chiqarish va kiritish bo'limiga o'tamiz. Chiqarish hujjatini yaratamiz. Korxona va omborni ko'rsatamiz. Saqlash tugmasini bosamiz va hujjatga mahsulotlarni kiritamiz. Mahsulotlarni kodi, shtrik kodi yoki nomi bo'yicha kiritishingiz mumkin yoki tanlash orqali mahsulotlarni belgilashingiz mumkin. Mahsulot miqdorini ko'rsatamiz. Tasdiqlash tugmasini bosamiz va o'tkazish belgisini qo'yamiz. Endi kiritish hujjatini yaratamiz. Hujjat turi kiritish, korxona, ombor belgilaymiz va saqlash tugmasini bosamiz. Mahsulotlarimizni belgilaymiz. Va miqdorini ko'rsatamiz. Tasdiqlash belgisini bosamiz va o'tkazish belgisini qo'yamiz.